Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Qadrli do'stlar. Bugun sizlarga tanqid haqida so'zlab beray. Hech kim tanqidlamasin desangiz, hech qanday ish qilmang. Chunki insonlar jim o'tirgan odamni tanqidlamaydi. O'rnidan turgan, mangan odamni tanqidlaydi. Buni dini uchun, xalqi uchun, vatani uchun ish qilgan ve bu yolda küçünün barcha tirishchanlik ko'rsatgan, ondan haqsizlarcha tanqidlarga uchragan har qanday odam yaxshi tushunadi. Lekin ular to'xtab qolmaydi. Tanqidchilarning, hasadxorlarning ularni to'xtatishga urinishidan iborat orzusini ishga oshirib bermaslik uchun burunqisidan bakroq tirishidi. Chunki ularni biladiki, insoniyatning baxt saodati uchun boshqa turgan ve yaxshi ishlarni qilgan kishilarning hech biri tanqidchilar bilan hasadxorlarning zaharli iflos tillaridan saqlanib qola olmagan. Hatto gunohsiz, ma'sum payg'ambarlarmi rezillarning iflos tillaridan saqlanib qola olmagan. Tanqidlash ve ayblash degan tulumi o'ng'ay ish. Buni har kim qila oladi. Bunu aqli ishlamaydigan 4 odam qila oladi, rezil odamlar qila oladi. Ammo natija yaratish nihoyat qiyin. Uni har kim qila olmaydi. Uni aqlli, yaxshi odamlar qila oladi. Biror kitobni yoki biror ilmiy maqolani tanqidlash nihoyat o'ng'ay. Buning uchun 5 minut vaqt ketmaydi. Ammo biror kitobni vujudga chiqarish uchun yillar ketadi. Ba'zida 5 yil, ba'zida 10 yoki 20 yil ketadi. Ba'zida biror ilmiy maqolani yozib chiqish uchun oylar ketadi. Kitob emas, bir maqolani. Mayli ilmiy yoki moddiy qandaqlar bir xizmatni yoki biror yaxshi ishni tanqidlash nihoyat o'ng'ay. Ammo uningdan yaxshirog'ini vujudga chiqarish o'ng'ay emas. Bu yerda bundaq bir savol keladi. Navoda siz tanqidlagan aşı ishqa o'zingiz mas'ul bo'lgan bo'lsangiz, agar siz bir tanqidchi bo'lsangiz, siz o'zingiz tanqidlagan ishqa o'zingiz mas'ul bo'lgan bo'lsangiz, uningdan yaxshirog'ini qila olamsiz? Buni har bir tanqidchi o'z vijdonidan so'rab baqsa bo'ldi. Tanqid kamchilik va yetarsizliklar ko'rsatib berilgan fikr deganlik. Tanqid hayotimizdagi ko'plagan sohalarni o'z ichiga oladi. İlmi yoki adabiy asar, she'r, nutuq, siyosat, san'at, diniy masala, ko'z qarash, fikr qatorliq nurg'un sohalarda bo'ladi. Ijobiy tanqid boshqalardan sodir bo'lgan ish harakat, gap so'z va ko'z qarash qatorliqlarga haqqoniy va to'g'ri baho berish deganlik. Ijobiy tanqid shaxslarni kollektivni taraqqiy qildirish, texnik yaxshi saviyaga ko'tarish uchun xizmat qiladi. İjobiy tanqid kishilarning niyati yoki o'y xiyoli bilan hisoblashmasdan mazkur masala ustida bo'ladi. Ijobiy tanqid kishilarni sazoyi qilish uchun emas, ularga yordam qilish uchun ularning o'ziga qilinadi. Ijobiy tanqid ishlarni talabga loyiq shaklda elib berish, ijobiy natijalarni qozonish uchun to'liq foydali. Ijobiy tanqid birovga maxfiy holda nasihat qilgan odam unga nasihat qilgan bo'ldi. Birovga kishilarning oldida nasihat qilgan odam uni so'kkan va tushirgan bo'ladi degan qoidaga asosan bo'ladi. Endi salbiy tanqid. Salbiy tanqid shaxs va kollektivni yiqitish, taraqqiy qilishning va gullanishning oldini to'sish uchun elib berilgan o'ch adovat, hasad va dushmanlik xarakterlik qilmish bo'lib, u buzg'unchilikning dal o'zidir. Salbiy tanqidchilar odatda boshqalardan kamchilik izlash, ularning xatoliklarini tepib chiqish uchun barcha iqtidorini, aqlini va kuchini sarf qiladi. Ular natijada qozongan shaxslar, ya'ni ular natija qozongan shaxslar yoki jamoatlarni ayblashda ularning ijobiy talablarini kuchining yetishicha yo'shiradi. Kamchiliklarni va xatoliklarini bo'lsa ko'ptirib, ko'paytirib, yo'g'initib ko'rsatishga tirishadi. Salbiy tanqidchilikka
türtki bo'ladigan omillar nayt ko'p. Ammo eng oldinqisi hasad bo'lishi mumkin. Chunki hasad degan shundoq kuchli qo'zg'atquchki, u hasadxo'rning uyqusini qochiradi, ko'nglini azoblaydi. Hasadning o'ti uning yuragini ko'ydirdi. Birilarini g'ajib olmaguncha uning ko'ngli qat'iy tinmaydi. Hasad insoniyat dunyosida qotillik dilosining tunji bo'lib sodir bo'lishiga sabab bo'lgan narsa. Odam alayhisolamning Habil Qobil degan ikki o'g'lining Qobilning Habilni hasad yuzasidan o'ldirganligi buning shohidi. Biror ishni qilishga kirishganingizda sizga qarshi tanqidchilar va hasadxo'rlar taraf-tarafdan yig'ib ketadi. Ularning til va tuhmatlari to'xtamaydi. Bu chog'da sizda ya ishingizni davomlashtirish yoki to'xtab qolishdan iborat ikkila tanlash qolgan bo'ldi. Agar siz ikkinchisini tanlab to'xtab qolmoqchi bo'lsangiz, sizga tuyandikilarni tavsiya qilay. Andaqda siz hech xatolashmang, hamisha to'g'risini qiling. Odam yo'q yerda yashang, hech kimga ko'rinmang. Hayotda hech qanday bir ishning mas'uliyatini ustingizga olmang. Hammalar odamni rozi qiladigan gaplarni qiladigan munofiqlikni o'rganib oling. Irodangizni voz kechib, boshqalarning xohishi bo'yicha ish ko'ring. Yangilik yaratishdan voz keching, burunqilarning aqli bo'yicha mening. Tanqiddan saqlanish uchun hech narsa yozmang va so'zlamang. Siz yuqorqilarni tanlagan taqdirda bu tanqidlardan saqlanib qola olamsiz? Yani kişiler sizni tanqidlamay qolamdi. Agar javobingiz yo'q bo'lsa, insonlarni rozi qilish mumkin emas degan hikmatga qoyil bo'ling va yo'lingizdan hargiz qaytmang. Ya'ni yo'lingizni davomlashtiring. Agar javobingiz ha bo'lsa, siz obdan o'ylaning. İbret. Tarix tanqidchilarning ismlarini xotirlamaydi. Hech qachon tanqidchilarning haykalini tiklab boqqan emas. Tanqidni har kim qila oladi, hatto do'tlarni qila oladi. Tanqiddan qo'rqsangiz hech ish qilmang. Bu tarixning sizni qo'rqinchoq deb xotirlab qo'yishiga yetadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.